olmayapti. Erkak faqat moddiyatni ta'minlab qo'yganmi, menga tegmasin. Ayol rozi bunga. His qila olasizmi? Mana bunaqa shakldagi munosabatlar yangi davrda bo'lolmaydi. Yo ajrimga kelasiz, yo tepki kelaveradida, siz to'g'irlab olmagunizcha. To'g'irlab olish qanaqa? His qilish orqali. Ya'ni ayollar ketayotgan umri o'ziga qadrli bo'lishi kerak. Ketayotgan vaqti qadrli bo'lishi kerak. Sevmayaptimi u erkak yoki siz uni yaxshi ko'ra olmayapsizmi? Nega u bilan umrni o'tkazish kerak? Ya'ni ayol sevmagan insoni bilan yashashi yoki savolni yechib bir-biriga hislarini ochib ola olmasligi bu karmik munosabat deyiladi. Ya'ni karmadagi munosabat, savollarni yechilmagan munosabat. Bu munosabatda yashayotgan ayol qanaqa holatda bo'ladi? Ertalab zo'rg'a uyqudan turadi. Hayotga yopilib qolgan, qiziqishi yo'q. O'zi uchun nimadir harakat qila olmaydi, chunki energiya yo'q. O'zi yaxshi ko'rmayotgan inson bilan yashayapti. U erkakni boshqa yaxshi ko'radigan va boshqa energiya almashinadigan ayoli bor. Ayol oilaga energiyani sarflaydi, erkakdan qaytarib ola olmaydi uni-da. Karma hayotida yashaydi. Nima bo'ladi? Sog'ligi ketadi-da. Ayol birinchi o'rinda o'ziga keraksizlik hissini his qilyaptimi? Onkologik savollar uyg'onadi ayolda. Onkologiya bilan bog'liq ayollik organlarini yemirish, tugatish, ko'krak saratoni qanaqadir, bachadon bilan bog'liq qanaqadir savollar, u yerda o'simta o'sishi yoki qanaqadir yemirilishlar. Ya'ni ayol o'zini keraksizlik hislarini shu yo'l orqali, kasallik orqali ayol o'ziga balans olib kelyapti. Nega olib kelyapti? Munosabatlardagi o'rnini his qila olmaganida, ketayotgan energiyasini, ketayotgan vaqtini erkak kishidan qaytarib olishga o'zini loyiq ko'ra olmayotganida. Mana bular sevgi munosabatidagi sevgi o'lchamida yaratilgan munosabat emas. Ya'ni bu yerda ayol jabrlanuvchi va jabrlanayotgan ayol nima bersa nafratda beradi erkakka. Farzandlarga, chunki energiya ketyapti, o'zida kuch yo'q, zo'rg'a yashayapti. Farzandga nima bera oladi? Sevgida gap chiqa oladi. Uni rivoji uchun nima qilsam ekan deya oladi, deya olmaydi. Shuning uchun juda muhim bo'lishi kerak munosabatda mana shu sevgi hissini ochib olishingiz va ayol sifatida oilaga berayotganingizni ko'ra olishingiz, his qila olishingiz.